Alloh taolo Qur'oni Karimda Qof surasida marhamat qiladi. Anil yamini va anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Biz yaratgan ikki qabul qiluvchi va yozib turuvchi farishta insonni yelkasiga qo'yildi. Raqib va atid ikkovini ati shunaqa. Bu yoqda bitta kamera turibdi, bu yoqda bitta kamera turibdi. Buni o'chirib yuborsa bo'ladi. Ammo mana bu ikkita farishtani yozganini o'chira olmaysiz. Bitta yo'li bor o'chirishning. Uni men bilaman. Tildan chiqib ketgan bir odamning obro'sini to'kib yoki bir odamning orqasidan bir gapirib qo'ygandan keyin uni o'chirish yo'li bor. Ikkita yo'l bilan o'chirasiz. Biri o'sha odamni oldiga borib, men sizni falon dedim deb undan uzr so'raysiz. Birinchisi, ikkinchisi sadaqa qilasiz. Shunda o'chadi bu. Qiyomat kuni insonlar to'ldir delo bilan boradi. Buni ichi sizni og'zingizdan chiqqan gaplar bilan to'ladi. Shu yozilgan delalarni o'qiganda uyalmaydigan bo'lib yashash kerak. Qanday oyatni davomi? Qanday gap va haqorat qilmasin, uni yozib va kuzatib turadilar deb Alloh taolo eslatdi siz bilan bizga aziz jamoatlar. So'zimizni boshi Suratul Qof surasidan bir oyat bilan boshlandi. Bu eng katta dars. Bu kameradan uzoqroq ketishingiz mumkin. Bundan ham uzoqroq ketishingiz mumkin. Lekin bu siz bilan yuradi doim. Buni ikkala kamera hamma yo'g'ini yozadi. Mana kamera ovoz yozadi. Shunaqa funksiyasi bor. Mana kamera ovoz yozmaydi. Ovoz yozadigan funksiya uchun qo'shimcha pul to'laysiz. Manovular nafasni ham yozadi, ishorani ham yozadi, imlovni ham yozadi. Wala takhfu ma laysa laka bihi ilm. Yana boshqa bir oyatda Alloh taolo eslatyapti. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. O'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Kim aytayapti buni? Alloh aytayapti. O'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Haqiqatda quloq, ko'z, yurak qiyomatda so'raladi. Ha endi gapirib qo'ydim-da, endi nima deysiz-ku? Shu haqida aytayapti Alloh taolo. Gapirgan gaplaring uchun, eshitganing uchun, yuragingni maraz qilganing uchun, yuragingni boshqa bir odamlarga nafrat uchun sondiq qilganingga, hasad uchun, qasos uchun yuragingni sondiq qilganingga, buni o'sha yomon narsalar bilan to'ldirganingga, quloqing bilan bir yomon xabarlarni eshitib rohatlanganingga, g'iybatlarni, bir odamning obro'si to'kilish haqida gapirilganda buni eshitib rohatlanganingga so'ralasan deyapti Alloh taolo. Barchasidan so'ralasiz. Qo'ldan, oyoqdan, oshqozondan, barchasidan. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu bilisanihi, ya'ni payg'ambarimizni mana bu hadisini aytadi. Kuffa alayka hada. Payg'ambar deyapti Muoz ibn Jabal. Sahobalar bilan o'tirib tilini chiqardi. Tilini chiqarib mana buni saqlanglar deb tilini qo'li bilan ushladi deydi. Faqala, biz so'radik. Va inna lamu'akhidhuna bima natakallam bihi ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, nima biz qiyomat kuni mana shu narsadan so'ralamizmi dedik. Bu bir parcha go'sht. Gapirish uchun bu. Va ba'zi birlari shunaqalar chiqadi-da, mutakabbirlar, tilingni tiysang desang, "Nima seni tilingmi?" deydi-da.
Tilni Xudo gapirgani berganda. Gapiraman da deydi. O'shalarga tegishli hadis bu. Ey Allohning rasuli, bu tildan ham so'ralamizmi biz deb so'rashdi. Sakilatka ummuk. Muoz ibn Jabalga payg'ambarimiz qarab, "Ey seni onang yo'qotib qo'ygur" dedi. Arablarda bu gap og'ir gap. Seni onang yo'qotib qo'yib topolmay qolsin ey Muoz. Odamlarni do'zaxga peshanasi bilan yoki yuzi bilan tushishiga tili sabab bo'ladi dedi. Nima endi? Gapirib qo'ydim-da degan gapimiz bor-ku. Peshana bilan do'zaxga olib kiradigan, yuzing bilan do'zaxga olib kiradigan bu til bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.